O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida chempion bo'lgan terma jamoamizga tabrik yo'lladi. 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Saudiya Arabistoni maydonlarida bo'lib o'tgan nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuksak sovrin Osiyo kubogini qo'lga kiritganingiz bilan xalqimiz nomidan, o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar kabi navqiron azmu shijoatli yoshlarimizning butun turnir davomida bironta ham mag'lubiyatga uchramasdan rekord natija ko'rsatib, jonajon vatanimiz sharafini mardonavor himoya qilganlari hech shubhasiz milliy futbolimiz tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan shonli voqea desak to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa finalda musobaqa mezboni Saudiya Arabistoni kabi g'oyat kuchli jamoaga qarshi keskin bellashuvda turli bosimlarga qaramasdan 11 o'yinchiga 9 kishi bo'lgan holda shiddatli kurash olib borishingiz chinakam jasorat va matonat namunasi bo'ldi. Sizlar namoyon etgan yuksak mardlik va mahorat har qanday tahsinga sazovordir. Musobaqa yakuniga ko'ra 3 nafar iste'dodli va mohir sportchimiz yakka tartibdagi sovrinlarga ega bo'lgani, jumladan Ne'matulloh Rustamjonov turnirning eng yaxshi darvozaboni, Asilbek Aliyev eng yaxshi to'purari, Sadriddin Hasanov eng yaxshi futbolchisi sifatida e'tirof etilgani ham alohida ta'kidlash lozim. El yurtimiz sizlarning timsolingizda doimo oldinga intilib yashayotgan yuksak marralarni zabt etishga qodir yangi O'zbekiston yoshlarining eng yorqin vakillarini ko'radi va sizlar bilan haqli ravishda faxrlanadi. Mamlakatimizda sportga, jumladan futbol rivojiga berilayotgan yuksak e'tiborlarning yana bir amaliy natijasi bo'lgan mana shunday tarixiy g'alaba sizlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalaringiz va ustoz murabbiylaringizga chin dildan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Sizlar ushbu g'alabadan ruhlanib, shu yil noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham Osiyoning g'olib jamoasi sifatida munosib ishtirok etasiz deb ishonaman. Baxt va zafar sizlarga doimo yor bo'lsin aziz farzandlarim, dedi Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. FIFA rasmiy sahifasi O'zbekiston U17 terma jamoasini e'tirof etdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi Saudiya Arabistonida o'tgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo kubogida tarixiy natija qayd etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. FIFA rasmiy sayti jamoamizning ushbu muvaffaqiyati haqida maqola e'lon qildi. O'zbekiston 9 nafar futbolchi bilan Saudiya Arabistonini mag'lub etib, Osiyo kubogida zafar quchdi. Qiziq jihati shundaki, jamoa tarkibidagi hujumchi Nurbek Sesambayev va himoyachi Miraziz Abdukarimov birinchi bo'lim oxirida maydondan chetlatilganiga qaramay, ikkala gol ham aynan shundan so'ng kiritildi. Turnir davomida a'lo darajada o'ynagan Islombek Ismoilov boshchiligidagi jamoa Toif shahridagi Qirol Faxd stadionida hujumkor o'yin ko'rsatishda davom etdi. Ikkinchi bo'lim boshida himoyachi Muhammad Hakimov penalti orqali hisobni ochdi. 70-daqiqada esa qanotda hujumchi Sadriddin Hasanov chiroyli harakatlari evaziga g'alabani mustahkamladi. Hasanov bu turnirda ko'rsatgan yuqori saviyali o'yini uchun musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etildi. O'zbekiston so'nggi 8 ta qit'a turnirining 7 tasida kamida chorak finalgacha yetib borgan va 2023-yilda Indoneziyada o'tgan jahon chempionatida ham shu bosqichgacha yetib kelib yaxshi taassurot qoldirgandi, deyiladi FIFA xabarida. Aytishlaricha, mana shu suratni bir arab muxlisi o'zining sahifasiga joylab, shular 17 yoshmi deb bizning futbolchilarning yoshi mixlangan demoqchi bo'ldi. Ya'ni u bu gapi bilan bizning futbolchilarning yoshi kichraytirilgan degan fikrni ilgari surmoqda. Ammo o'zi bu fikri bilan ijtimoiy tarmoqlarda sharmanda bo'ldi. Uning shu postining kommentariyasida butun dunyo muxlislari saudiyalik o'yinchisini ko'rinishiga qarab rostdan shu bola 17dami deb savol bermoqda. Ushbu xabar Futbol vaqti kanalidan olindi.